bo'layotganingiz shodiyona kuningizga tilaklar radio kanali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Xayrli kunlar bo'lsin. Diloromxon opajonim, yaxshimisiz? Rahmat. Sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz qandoq? A'lo darajadami? Bugun quyosh boshqacha charaqlab turibdi. Kimni tug'ilgan kuni ekan desam, Diloromxon opajonimni tug'ilgan kunlari. Tabriklaymiz jannatim. Rahmat. Va ayni daqiqalarda siz bilan suhbatdosh bo'layotgan Telegram tarmoqlaridagi shodiyona kuningizga tilaklar radio kanali boshlovchisi Mohigul Bonu Mallayeva bo'laman. Siz hozir jonli efirdasiz. Ovozlarimizni barcha yaxshi insonlar tinglab turishibdi. Sizga chiroyli vaqtlarni, omadlarni, yaxshi niyatlarni yo'llab turishibdi. Bizlar esa Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mana shunday mahorat milliy institutida ustoz bo'lib, sharafli kasbni esa yetakchisi bo'lgan, hammaga yaxshilik ulashuvchi, o'zi esa judayam kamtarin insonimiz Diloromxon ustozimiz qo'ldoshiva bilan bog'landik. Manzilda adashmadikmi? Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Biz ham studiyamiz nomidan radio kanalimizdagi barcha yaxshi insonlar nomlaridan sizni muborakbod etar ekanmiz. Va bizlar sizga atalgan maktubni eng chiroyli joylarini yetkazib berishni zimmamizga mas'uliyat bilan olgan ekanmiz. Qani bir taxmin qilib ko'ringchi ustozim, bu ajoyib dilxatni kim yozib yo'lladi ekan bizning radio efirimizga? Nima deb o'ylaysiz? Farzandlarim deyishim mumkin, turmush o'rtog'im deyishim mumkin, qayniginchilarim yoki qaynona xo'janim bo'lishlari mumkin, yoki eng qadrdon singlim bo'lishi mumkin. Ismlari? Faqat bir dona yagona qirolicha singlim bor, Dilrabo. Aha. Bilamiz, ustozlar juda ham mehribon, jonkuyar, fidokor bo'ladilar va shogirdlarning esa xato, kamchiliklarga ko'z yumadilar. Keling, shogirdlardan axtarib ko'ramiz. Oila a'zolaringizni hammalari nomlaridan yozganlar, to'g'ri. Lekin shogirdlar orasida eng bir tashkilotchi, mana shunday sirli syurprizlarni uyushtiradigan kim bo'lishi mumkin? Aynan bizni Avloniydan bo'lsa agar, Avloniydan bo'ladigan bo'lsa, Laylo xonim ekan. To'g'ri. Aziz insonim, sizni bugungi sharafli kasbingiz ortidan kelayotgan tabrik xati va uni kim yo'llayotganini topish juda ham mushkul, chunki sizning minglab shogirdlaringiz bor, to'g'rimi? Mas'uliyatli ekanligingizni, ilohim bu dunyodagi tutib turgan mavqeingiz bundan-da ulug' bo'lishligini tilab qolamiz. Ko'zlaringizning, so'zlaringizning quvonchlari bo'lgan va ismlari esa shu qadar go'zal bo'lgan va shu chiroyli ismlarga mos bo'lgan ustozimiz Diloromxon opajonimiz, ustozimiz va minglab yaxshi shogirdlarni yetishtirayotgan sizdek qadrbalandimizdan Alloh rozi bo'lsin. Biz bu chiroyli dilxatni Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi shogirdingiz bor ekan, Lobarxonim Muxtorova nomlaridan keldi. Sizni tabriklaymiz aziz insonim. Boringizga. Qizimiz ertalab tungi 12 dan tabrik jo'natdi. Shunaqa bir beg'ubor bizni kanallarda salkam 40 mingta kuzatuvchisi bo'lgan. Nafaqat O'zbekiston, balki Turkiya, Ozarbayjon, Gruziyalardan turli davlatlardan kuzatuvchilari bo'lgan ajoyib pedagogimiz, mendanda kuchli bo'lgan, o'zimdan da o'tib ketgan pedagog shogirdim Lobarxonim Muxtorova. Toshkent viloyatida ishlari ommalashgan ajoyib qizimiz borlar. Faxrlanaman shunday qizimiz bilan. Har doim televideniya efirlar orqali ham Lobarxon Muxtorovani hech bir qoldirmagan edim. Bugun kutmagan edim to'g'risi. Chunki Facebookda, Instagramda juda ko'p sovg'a tabriklar jo'natib, bunisi endi juda ham chiroyli bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Ilohim, Allohim umr yo'llaringizni chiroyli amallar bilan bezayversin. Shunday shogirdlarga saboq bergan sizdek ustozimiz oldida bizlar ham bosh egamiz. Ilmingizdan, bilimingizdan, talantingizdan
ziyo tarqatguvchi shunday chiroyli kasbning egasi ekansizki, bu kasbning ortidan faqat minglab rahmatlar eshitib yurishdan aslo charchamang. Ayniqsa Lobarxonning so'zlari bizni juda ham quvontirdi. Faqat ishda emas, oilada ham juda ham ajoyib ayoldirlar. Inshaalloh oilasini baxtlariga ham omon bo'lsinlar. Mana shunday nuru ziyo ilmlaridan ilm olib biz hech kimdan kam bo'lmadik. Men boshim yerga tekkuncha ustozimga va eng chiroyli tarbiya bergan mana shunday ta'lim tarbiyalari oldida bosh egaman. Ustozim tufayli shunday mavqelarga erishdim. Ustozim, minglab shogirdlar nomlaridan ham sizga cheksiz rahmatlar aytamiz. Mehnatkash, jonkuyar, fidoyi va qolaversa umrini shogirdlarga, hayotiga, yaxshilikka, nurga baxshida etgan o'zi esa kamtaringina aziz insonim. Ustozlar, ustozim, men Lobarxon shogirdingizning so'zlarini qabul qiling. Ustozlar olamning charog'on nuri, zahmatlari ziyosi, baxtlarning zo'ri. Insonlar qudratin cho'qqisa ular mehr va muhabbatning eng shirin duri. Ilm bulog'idan sachragan chashma, insonlarning qalbi ilmga oshna. Faqat ustoz erur bu baxtga mas'ul, kelgusi avlodlar ustoz sizlarga tashna. Bu dunyoning baxtining poydevorisiz, tarixdan dunyoni tartibga solgan, haqning ishongan elning orisiz. Bu aziz mukarram siz ustoz bo'lgan. Ustozim yana bir bora Allohimga go'zal banda payg'ambarimiz Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ummatlari safiga qo'shilgan kuningiz muborak bo'lsin. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hurmat va ehtirom ila shogirdingiz Lobarxon Muxtorova bo'ladilar. Salomat bo'lsinlar. Juda ham xursand bo'ldim. Aynan Toshkent viloyatida barcha boshlanish ta'lim pedagoglaridan deb qabul qilaman. Alohida ehtirom ila yuragimni to'ridan joy olgan shogirdlarimdan biri. Ularni har bir yutuqlaridan doimo faxrlanaman. Lekin yana bir bor aytaman, bu so'z mendan o'tib ketgan ustoz shogirdlarimdandir. Lekin tarbiyani juda ham to'g'ri bergan ekansiz. Qarang, mavqeiga e'tibor qilmayaptilar. Boshlari yerga tekkuncha sizga ta'zimdalar. Biz faxrlandik va mana shunday ustoz deya atalguvchi aziz insonning ustozlariga yo'llanayotgan maktubni yetkazib berganimizdan va biz ham ilohim sizning duolaringizdan umidvormiz. Barcha shogirdlaringizga, barcha ustozlarga, barcha madaniyat xodimlariga va ma'naviyat xodimlariga chiroyli bir go'zal izhoringiz bo'lsa yo'llab berishingiz mumkin. Avvalom bir shaxsan o'z nomidan Abdulla Zoir nomidagi pedagog mahorat milliy instituti rahbarimiz Abdubari Malik nomlaridan mana shu jarayondagi barcha pedagog ustozlar nomidan yurtimizda mana shunday ajoyib kunlar yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan muborakbod etaman. Mana kuni kecha yaqindagina muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslari bilan endi boshlanish ta'lim o'qituvchilari uchun sertifikat bor. Endi oliy toifani 15 yil davomida chiroyli bir tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz bo'lsa, ularga 30% ipoteka, 25% ipoteka kreditlari bor. 30% ular uchun, farzandlari uchun, talabalar uchun kontraktlarni 30% to'lab beriladi. Endi buni aytishdan soatlab vaqt ketadi. Mana shunday muhtaram yurtboshimizdan tomonlaridan qilingan barcha ehtiromlar, e'tiroflar bilan barcha yurtdoshlarimizni shu bilan birgalikda yurtimizda faoliyat olib borayotgan qadri va qaddi bilan ustozlarimizni bayram bilan muborakbod etaman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Biz ham qo'llarimiz ko'ksimizda. Biz sizga xayr demaymiz. Xudo xohlasa yana yaqin kunlarda 1-oktyabr sanasida ko'rishguncha radio efirimiz orqali deb qolamiz ustozjonim. O'zingizni ehtiyot qiling. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Alohida Lobarxon Muxtorovaga. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Ushbu go'zal tarona Diloromxon ustozimiz Qo'ldoshiva uchun mehribon shogirdlari Lobarxon Muxtorova nomlaridan yo'llab qo'yiladi.